Baxmal bofda faqir bir oila. Anvar 1260 hijriya miyonalarida Qo'qonning Baxmalbof mahallasida faqir bir oilada dunyoga keldi. Onalar tuqqan bolalarini sizga tilab olg'an falonim deb, otalar Xudo bergan o'g'ilcha deb taqdim etadirlar. Ammo bizning Anvar bo'lsa onasining tilab olg'ani emas va otasi ham uni o'g'ilchaga hisoblamagan edi. Otasining kasbi bo'yoqchilik. Hamisha yarim belidan Nil suviga cho'milib yotgan bir kambag'al va bir qarich ikki qarich bolalardan 5tasiga dada edi. Shu 5 bolaning yoniga izzatsiz, hurmatsiz 6-chi mehmon bo'lib bizning Anvar qo'shildi. Ya'ni Anvar tilab olingan bola emas, dadasi bilan onasining tilaklariga qarshi faqat ularning baxtsizlik va qashshoqliklariga xizmat qilg'uvchi bo'lib tug'ildi. Bola tilab olinsa, so'yinchi, quvonch, nog'orachi, surnaychi va shunga o'xshash cho'zma chalpak is-charoq marosimlari nuqsonsiz ijro etiladir. Ammo Anvarning dunyoga kelishi munday marosim, tantanalar va orzu-havaslar bilan bus-butun aloqasiz edi. Masalan, onasi o'z yoniga doya chaqirib takalluflanmadi. To'ng'ich qizi Nodiraning ko'magida tug'di. Bolalarini qo'ni-qo'shniga so'yinchi uchun chiqarmadi, chunki qo'shnilarning qaysi holingga tug'ding yoki o'zi ulgur itmijozmi deb ta'na qilishlaridan cho'chidi. Shu holda 7-8 kunlab Anvarning dunyoga tashrifi sir bo'lib kechdi. Anvar oxirliq yangi yo'rgak ko'rmaganidek og'alaridan birining eski beshigiga 9-kun belandi emas, tiqildi. Anvarning chillasi charoq ko'rmagan bo'lsa hech boqi yo'qdir, biroq 20 kunlab beshikda ismsiz yotishi qiziqdir, chunki yangi qadrlik mehmonga ot qo'yish na otasining esiga va na onasining xotiriga kelgan edi. Oradan 20 kun o'tsa-ku bolaga ism qo'ymasalar deb ota-onani ayblash og'ir, balki Salim bo'yoqchining tiriklikdan qo'li bo'shamagandir. Anor bibining bo'lsa 6 bolaning xarxashasidan qulog'i tinchimay, miyasi suyulgandir. Har holda bu qadrlik bolaning oti muhtaram mahalla imomi tarafidan qo'yilmaganidek, ota-ona tomonlaridan ham nasib bo'lmadi. Ism qo'yish vazifasini 22-kunlarda 12 yoshlik Nodira ado qildi. Nodira o'z yaqinlaridagi maxtumlardan birining bolasini yaxshi kiyimi, ayniqsa yoqimli eshitilgan Anvar ismiga suqlanib, havaslanib yurar edi. O'ylab netib turmadi-da, yangi chaqaloq ukasining otini ham Anvar deb atadi va beshikda chalqancha yotib, nursiz qora ko'zlari bilan dadasining faqir hayotiga razm qo'ygan bu chaqaloqning tevaragidan aylanib Anvarjon deb xitob qila boshladi. Shuni ham aytib qo'yish kerakki, Anvarning dunyoga kelishini birdan-bir tabrik etib suyungan shu Nodira edi. So'ngroq yana unga onalik martabasida qolg'uvchi, hatto shu kungacha Anvarning eng mehribon kishisi bo'lib kelguvchi yana shu Nodiradir. Shu yo'sin Salim bo'yoqchining mavridsiz laylaklari ichida bemahal g'urrak bo'lib Anvar ham yashay boshladi. Bolalari ko'paygan sayin Salim akaning ishi ham keyinga ketganidek kundan-kun ehtiyojdan ehtiyojga o'tib borar edi. Anvar 3 yoshga kirganda 5 yillardan beri Salim akaga yopishib olgan bobosir kasali uning yoqasidan olib yiqitishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni Salim aka qonsirab, darmonsizlanib yotib qoldi. Muolajaga pul kerak. Bundan ham ilgari oilaning umumiy kasali bo'lgan oziqqa ham shu narsa kerak. Salim bo'yoqchi sarmoyasidagi nil, tuz va shunga o'xshash dastmoyalarni sotib muolaja qildirgan bo'ldi. Dard ancha ulg'aygan edi. Bu chiqimlar foyda o'rniga zarar keltirdigan. Do'kon dastgohini sotib ro'zg'or qildi. Bular ham bitgandan keyin bu oilaning og'ir kunlari boshlandi. Ochlik, yalang'ochlik, ayniqsa kasal boqish. Shu qish ayniqsa qattiq kelgan edi. Sovuqdan saqlanish uchun ularning hozirliklari yo'q. O'pkasiga sovuq tegdirib, Salim akaning 4-chi bolasi o'ldi. Ko'klamga chiqar-chiqmas Salim bo'yoqchining o'zi ham dunyo bilan vidolashdi. Buning ustiga Anvar yana 2 og'asiga qizamiq toshib bir bola munda ham o'lib berdi. Shu yo'sin 6 oy ichida Anor bibi eridan va 2 bolasidan ayrilib 4 go'dak orasida tirik beva bo'lib qoldi. Nodiraning bo'yi cho'zilib qolgan, har nachuk bir joyini topib ketar, ammo 3 ta yosh bolaning ishi qiyin edi. Eridan bolalarining tarbiyasiga yararliq hech gap qolmagan.
bir ikkita qum, 3-4 mo'nda va shunga o'xshash rezerv boshqa bir balo ham yo'q. Anor bibi mehnat bilan yashab 7-8ni tug'ib, yoshi ham 40larga borib, tusiga ajin kirib keksaymasa ham qaramsiq bo'lib qolgan. Shuning uchun birortaga tegib olishi to'g'risida o'ylash ham behuda. Anor bibiga o'xshash tul xotinlarning qiladirgan ishlari har kimga ham ma'lum. Mahallada dasturxonchilik, boylar eshigida oqsochlik, hunarmandroq bo'lsa, kinnachilik va hokazo. Anor bibi shu hunarlarning hammasiga ham qobiliyat e'lon qilib, bolalarini boqish fikriga tushdi. Va bu orada qizi Nodirani bir bo'zchi bolasiga uzatib, yukini ham biroz yengillatdi.